Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyadagi o'zbekistonliklar Rossiyani zudlik bilan tark eting. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Alisher Qodirov o'zbekistonliklarni zudlik bilan Rossiyani tark etishga chaqirdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri o'rinbosari, Milliy tiklanish demokratik partiyasi raisi Alisher Qodirov Rossiyada bo'lib turgan o'zbekistonlik migrantlarni mamlakatni zudlik bilan tark etishga chaqirdi. Bu haqda u o'zining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasida yozdi. Uning ishoning deya urg'ulashicha, Rossiyada bundan buyon vaziyat oy sayin faqat yomonlashadi. Alisher Qodirov birinchi marta Rossiyadagi o'zbekistonliklar migrantlarga mamlakatni tark etishga chaqirib, u yerga ish izlab bormaslik haqida gapirmayapti. Deputat Rossiyaning Ukrainaga nisbatan bosqinni qorlaydigan o'zbekistonliklar migrantlarga nisbatan mamlakatdagi g'ayriinsoniy holatlarga keskin munosabat bildirgan sanoqli faollardan hisoblanadi. U navbatdagi postida yana migrantlarga yuzlanarkan, ularni daromad uchun oilasining ko'z yoshlariga sabab bo'lib qolmaslikka chorlagan. Aqlingizni ishlating, Rossiyadan tezroq keting. Hech qanday daromad ota-onalar va farzandlaringizning ko'z yoshiga arzimaydi, dedi u. Manbalarga ko'ra, voqea 12 dekabrda Xabarovskdagi kafelardan birida sodir bo'lgan. Politsiyaning maxsus bo'lmasi OMON xodimlari kafelardan biriga sababsiz bostirib kirib, u yerdagi o'zbekistonliklarni ayovsiz kaltaklagan. Natijada 2 fuqaro boshidan jiddiy jarohat olib, komaga tushgan. Ularning qo'l-oyoqlari sindirilgan. Komaga tushganlardan biri bir necha kundan keyin vafot etgan. Yana bir o'zbekistonlik hozirda shifoxonada og'ir ahvolda davolanmoqda. Marhum Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Jumovoy qishlog'ida ekanligi aytilmoqda. Holat yuzasidan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyaga rasmiy nota yuborib, holatni xolisona va qonuniy tartibda o'rganishni so'radi. Hozirda fuqaroning jasadini vatanga qaytarish ishlari olib borilmoqda. Vafot etish sabablari hozircha rasman tasdiqlanmagan. Qo'shimcha ma'lumot kelib tushishi bilan jamoatchilikka xabar beriladi. Rossiyada 2027-yil oxirigacha xorijiy fuqarolarning mamlakat ichida harakatlarini nazorat qiluvchi yangi axborot tizimi yangilanadi. 2026-yilda esa xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish tizimi ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bu haqda mamlakat hukumatining migratsiya siyosati sohasidagi rejasida so'z boradi. Hujjatda xorijiy fuqarolarning harakatlarini nazorat qilish axborot tizimini yaratish muddati 2027-yil 10 dekabr qilib belgilangan. Mazkur ishlar Ichki ishlar vazirligi organlari tomonidan Federal xavfsizlik xizmati, Transport vazirligi va Raqamli rivojlanish vazirligi tomonidan Rossiya hududlari ishtirokida olib boriladi. Shuningdek, Rossiya Ichki ishlar vazirligi 2027-yilga qadar xalqaro aviakompaniyalarning aviachiptalarni bron qilish tizimlariga kirish huquqini oladi. Bu xorijiy tashuvchilarni Rossiyaga kirishi taqiqlangan chet el fuqarolari haqida oldindan xabardor qilish maqsadida amalga oshiriladi. Ichki ishlar vazirligi rejalarida shuningdek ochiq manbalarni tahlil qiluvchi axborot tizimini yaratish ham ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, hujjatda aytilishicha 2026-yil dekabrgacha xorijiy fuqarolarni biometrik identifikatsiya qilish axborot tizimini yaratish rejalashtirilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2026-yil 1-yanvardan boshlab Rossiyadagi barcha migrantlar rus tilini bilish bo'yicha testlarni kompyuter orqali va masofaviy texnologiyalar yordamida topshirish haqida xabar berilgan edi.